Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 13-oktyabr, haftaning yakshanba kuni 2024-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Bu bozorda manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Haftaning chorshanba, yakshanba kunlari ertalab 7:00 da boshlanyapti bozor. To'g'rimi hali? Odam yo'g'ib ketguncha bo'laveradi bozor, to'g'rimi? Agar odam yaxshi bo'lib, savdo yaxshi bo'lib tursa, o'tiraveradi kechga to'g'ram. Shu to'ppada. Ayyamasdan gazini bosaverasizlar. Hozir biz mana kichkinachalarni ko'rsatamiz. Bu ishtonchalaringiz nech pul aka? Klientkadan. Ishtonchalar aka 10 mingdan. Shu paskada 5 ta 50 ming so'm. Ha. Uni ko'ylaklar aka 40 ming so'mdan 3 yoshdan 5 yoshgacha bor. Ko'ylak 3 yoshdan 5 yoshgacha. 40 ming so'm, 120 ming paskasi. Ha, buni donasi 40 ming so'm aka. Donasi 40 mingdan. Materiali qanaqa ko'ylakchalardi? Velvet aka. Ha, mana sifatli ekan, to'g'ri. Shu 5 yashardik. Mana ona choklari ham yaxshi. Bunda yuvsa yirtilib ketib, chachilib ketmaymi? Yo'q aka. Bu tozalasidan materiallar. Chunki tijorat bilan shug'ullanaman degan aka-ukalarimiz ham chiqyapti aloqaga. Bo'lmaydi aka. Bo'ladigan-a sizda? Bo'ladigan shu. Mana kichkina tepasidagi nechi pul mana? Kichkina ko'ylakcha. Bular 25 mingdan aka. 25 ming so'mdan. Siz donaga ham, pachkaga ham sotasizmi? Sotaveramiz. Donaga ham, pachkaga ham. Turiga qo'yib sotaverasiz? Sotaveramiz aka. Qo'llaganiga sotamiz. Xullas mana o'zlaringiz ko'rib turibsizlar mana. Xo'p, mana ishtoncha ham mana shu eng kami bir pachka sotiladi. Yo bitta dona ham sotaverasizmi? Yo'q, u pachkasi o'zi 5 ta 50 ming pul Ha, bo'ladi. 50 ming so'm. Haligi 50 mingtalik puldan bitta bersa, beraverasiz bir pachka. Mana sizlar bitta qog'oz pul berasizlar, kichkinaginacha qog'ozcha, evaziga mana klientkada osilib turgan 5 ta ishtonchani olib ketasizlar mana. 10 ming so'mdan. Bitta yaxshi pampers pul ekanda. Shunaqa aka. Mana ko'ylakchalaringiz o'sha haligi narxdan 40 ming so'mdan. Buni ham 40 ming, men donaga olaman desam sotaverasizmi? 40 ming beraman, pachkaga 40 ming beraman. Shunda ikkita 20 mingtalik puldan ikkita berasizlar, tanlab olib ketaverasizlar-a? Tanlab olaveradilar. Razmeri nechtalik dedingiz? Razmerini 3 yosh, 4 yosh, 5 yoshgacha. 3 yosh, 4 yosh, 5 yoshdagi razmerdagi bola qizchalarga ko'ylakchalar. Mana kichkinacha nima bu mana? Jiletka. Ha, jiletka. U nech pul jiletka? 20 ming so'm aka. 20 ming so'mdan. Pachkaga nech pul, donaga nech pul? Donaga ham, pachkaga ham 20 mingdan beraman aka. Donaga ham, pachkaga ham 20 ming so'm. Mana bu mana qizlarning jimpiri. Xo'p. 15 mingdan mana aka. 15 ming so'mdan. Mana jiletkalar. Donaga ham, pachkaga ham. Ha, beraman aka. Xo'p. Endi mana trikocha deymi, nima deydi bularni? Shu trikochalaringiz nech pul? Brijalar aka. Ha, brija deydi. Qora hibi. Xo'p. 18 ming so'mdan. Qora hibi 18 ming so'mdan. Mana plashopka aka. Plashopka nech pul bular? 15 mingdan aka mana. 15 ming so'mdan. Xo'p. Birinchi sinfdan 4-sinfgacha razmerlar aka. 1-sinfdan 4-sinfgacha razmerlar ekan. Mana unisi bor aka. Bu 4 yosh, 5 yosh, 6 yoshgacha 12 ming so'mdan. 12 ming so'mdan. Mana chi aka nachos mana. Ha, Chi nachos mana aka. Xo'p. Buni material nomi Zagarda. Ha, Zagarda ekan materiali nomi. Mana kichkina ishtonchangiz nech pul? 7 ming so'mdan. 7 ming so'mdan. A shuni donaga olaman desa sotasiz? Sotaman aka, sotaveraman. Donaga ham, pachkaga ham beraman. Donaga ham, pachkaga ham turiga qo'yib sotishaverar ekan mana. Mana kurtkachangiz nech pul edi? 20 ming so'm jiletka. Ha, jiletgacha. 20 ming so'mdan. Ha, mana katta xo'jayinlarniki nech puldan? Ular 30 ming so'mdan. 30 ming so'mdan mana. Shu tepa pasi 42 ming. Tepa pasi 42 ming so'm ekan mana. Turishi. Manani o'zini 32 ming degansa, to'g'rimi? 30 ming. Tepani o'zi 30 ming, pasi 12 ming, 42 ming bo'lyapti. Tepalikni o'zi. Ko'ryapsizlar, mana narxni eshitib ham odamni qo'li qaltirab qoladigan narxlar. Juda arzon narxlar. Tepalikni o'zi 30 ming, pasi 12 ming so'm. Sal chang bo'lib qoldi. Ha, bu qoqda shunday. Xo'p. Endi siz telefon nomeringizni ayting endi. Kepkangizga quyosh paneli o'rnashtirib oldingizmi? Ha. Endi quyosh paneliga o'xshayapti-da, yaltillab ko'rinyapti. Aka 95lik. Baqa o'tib turing mana. Mana real haligi hurmatli kuzatuvchilar har xil joydan keladi-da. 91lik, 95lik, 95lik kodi 007 007 76 76 25. 25. Otim Muhammad Ali aka. Ana Muhammad Ali akamiz ekan.
hurmatli kuzatuvchilar, telefon qilib er kerak, xotin kerak deb so'rab yurmanglar. Biz bozordan ko'rsatyapmiz, xudo xayr bergunlar. Telefon qilib kechasi telefon qilmanglar, kunduzi telefon qilinglar. Mana sizlarga uncha-munchasini do'qi yetmaymi, to'g'rimi aka? Yuzini, hali sotuvchini yuzini ko'rsatishga. Biz mana priyoma endi hozir ko'rib turibman bu akani. O'zi bugun chiqdi. Xuddi bir 10 yil oldin tanishganda mana gaplashtiribmiz. Bugun chiqdi. Shunaqa, shuning Kelar aka. kunduzi telefon qilinglar, mana narxlarni o'zlaring ko'ryapsizlar. Ha, mana shunday, mana shu Dilnuri tekstilini shunday yonida, mana shu darvozadan, mashinadan kirganlaringda ikkinchi qatorda. O'zlaring ko'rib turibsizlar. Gazini bosib yuboringlar, qarshilatib. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli obunachilar. Xo'p, bugun 13-oktyabr, mana Detskiy vodolazkachalar chiqibdi mana. O'zlaring ko'p kishi so'rab turibdi. Bu bozorda aksariyat aka kichkina bozor bo'lib ketdi-da, hali kichkina bolachalar mahsuloti, ha, Detskiy. Xo'p, nech pul deyapsiz endi? Ha. Ular 7000 Xo'p, 2 yoshlar atrofida tushadi. 7000 so'm deyishyapti, 2 yoshlar atrofida tushadi deyishyapti. Razmeri faqat standartmi? Yo'q, mana ular 4 yoshlar atrofida tushadi. Bular 4 yoshga tushar ekan, shuna 4 yosh atrofida. 8000 so'm ekan. Siz donaga ham sotasizmi? Donaga ham sotamiz, keyin kelishtirib beramiz ko'proq. Donaga nech pul aka? O'zi ayting-da, ana. O'zi ko'nyapsiz. Donaga ham shu narx. Donaga ham shu narx deyishyapti. Ko'proq olsa, Ko'proq olsalaring, ya'ni undan ham arzonroq qilib berishi mumkin. Endi arzonroq ham juda bo'lsa 1000 so'm tushib berishi mumkin. 7000 8000 so'm. 7000 8000 so'mdan aka mana. Yana qaysi bor sizning mahsulotingiz? Nima bor yana? Bizning mahsulotlarimiz endi mana Bular kimniki ular? sizlar bular sherikniki. Egasi yo'qmi hozir? Biliyorlar bular. Abdulhamid aka. Hozir mana sizga mana shu mahsulotlarga kerak bo'lsa, hurmatli kuzatuvchilar, telefon qiladiganlar hozir egasini ko'rsatamiz, keyin nomerini so'raymiz, o'ziga telefon qilaverasizlar. Sizning telefon nomeringiz nechi? 91lik 682 78 78 o'rtoqlar. Ana shu telefon nomeriga kunduzi telefon qilinglar, farosatni ishlatib, kechasi vaqtim telefon qilmanglar, aytib qo'y. Qo'lni ko'tarib televizorga chiqasizlar agar kechasi telefon qilsalar. Mana shu mahsulotlar kerak bo'lsa, shu aytilgan nomerga telefon qilasizlar. Mana mahsulotlarni endi ko'rsatamiz biz. Qani bu belyukan aka bu? Xo'p, nech pul bo'lyapti aka bular? 62000, 61000, 48000, Ha. 40000, 33000 ketaveradi. 62000, 61000. Xo'p, 62000, 63000, eng arzoni nech pulda boshlanadi? 33000. Eng arzoni 33000. Siz pachkaga ham, donaga ham sotasizmi? Yo'q, pachkaga. Faqat pachka urasiz. Pachkadan nechta? 5 ta. Eng kamida 5 ta olish kerakmi sizdan hozir shunda? Xo'p, materiali 56. ha, materiali qanaqa bo'lardi? Materiali bular qovma bular. Ha. Bular nachos deyiladi. Ha, Bular bular-chi. koreyskiy palasa. Koreyskiy palasi ekan. O'zingiz ishlab chiqarasizmi yo olib kelib sotasizmi? Rostini aytavering aka. Akam ishlab chiqaradi bular. Men sotuvchisi. Ha, akangiz ishlab chiqaradi. Yana telefon nomeringizni aytasiz aka. 93lik. 93lik ekan. 374 50 70. 374 50 70. 50 70. Ana shu telefon nomeriga kunduzi telefon qilasizlar. Xudo xayr bergunlar. Hop, Bahodirmi? Ha, Bahodir tekstil. O'shani mana ko'rsatib qo'yamiz mana. Bebozor kuni kechalar ham shunday nima qilib yuborasizlarda, nima deydi? Mana shu odamni ko'ryapsizlarmi? Mana shu katta xo'jayin, eng katta. Shuning uchun o'ylab telefon qilinglar deyapman. Mana Bahodir tekstil. Ichki kiyimlar ham bor ekan mana, tursiklar bor ekan mana. Kechanda jonli efirda ham so'rab turgan edi ko'p kishi, tursiklar bormi ekan deb. Yangi uylangan kuyov bolalarga ham bor. O'lim to'shagida yotgan odamlarga ham tushadigan bormi aka? Katta razmerdagisi, ana, hammasidan bor, a? Necha bo'lyapti? Ayting. Bu donaga 5000. Hop, ko'rinib gapiringda, ha. Pachkaga 4,500. Pachkaga 4,5 so'm, donaga 5000 so'm. Shunaqami? Bu tursikda o'zlaringiz ishlab chiqaryapsizlarmi? Ishlab chiqaramiz. Bambuk material. Bambuk materialdan aka mana. Razmeri ham xilma-xil, xohlagan razmerda chiqarib beraverasiz. Hammasidan chiqarib. Bez razmer odamlar ham bo'lishi mumkin-da, shuning uchun aytib qo'yilyapti, ha. Bu nech pul edi bu nimani? Belyunoz. Futbolkami bu? 12000 so'm. 12000 so'm. Pachkaga. Bu ham 48 gacha juda. Pachkada 48 dan 56 gacha deyishyapti razmerda. Mana
Bahodir tekstil. Xo'p, 305 B blok. Mana ichkarida futbolkalar ham bor turdi. ichkarida futbolka ham bor deyishyapti. Mana hurmatli kuzatuvchilar, xo'p. 11.000 so'mdan. Maykalar 7000. Maykalar 7.000 so'm. Mana oq futbolkalar. Pachkaga qilib beramiz. Siz faqat pachka sotasiz? Ha. O'zingizga telefon nomeringizni aytdingiz, ana shu telefon nomeriga telefon qiladi. O'zingiz bitta tushuntirib beraverasiz, xudo xolasa. Shuning uchun vaqtli kelaverasizlar do'stlar. Xudo xolasa. Ertalab 7 da bozor bo'lyapti. Mana shu odamni tanib olinglar. Obedgacha shetdamiz. Tursuq makani katta xo'jayini shu odam bo'ladi. Shuning uchun o'ylab telefon qilaverasizlar.